Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Demak, bugun navbatdagi mavzuyimizni yechimlarini qilamiz. Ya'ni kitobimizdagi 18-bet o'nlik asrlarni o'nliklarga, yuzliklarga va mingliklarga bo'lish mavzusini ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, bajaring va o'rganing qismidan boshlasak. Xo'p, bu qismda demak A'sida 0.84 bo'lamiz 20 ga. Demak, bu teng bo'ladi. Birinchi 84 2 ga bo'lsak, bizda 42 bo'ladi va 0 borligi uchun virgulni chap tomonga sursak, bizda 0.042 soni hosil bo'ladi. Xo'p, endi navbatdagisi 3.42 3.45 bo'lingan 30. Bu degani 345 ni avval 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lib olganimizda bizda 115 hosil bo'ladi. Va mana bu 0 borligi uchun virgul surib qo'ysak 0.115 soni hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi 0.9 ni bo'lamiz 300 ga. Xo'p, endi 9 3 ga bo'lsak, bizda 0.3 hosil bo'ladi va virgul surib olsak, ikkita virgul sursak 0.3 soni hosil bo'ladi. Xo'p, navbatdagisi F. Xo'p, F oladigan bo'lsak, 14 ni bo'lish kerak. Birinchi 2 ga bo'lib olamiz. 7 hosil bo'ladi va 3 ta virgul sursak 0.007 hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi I'si. Endi kattaroq son, ya'ni 90.084 ni bo'lamiz 3000 ga. Xo'p, bu holatda demak, avval 3 ga bo'lib olsak, 90.000 ga 3 ga bo'lsak bizda 3000 hosil bo'ladi va 84 oxirida demak 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 28 hosil bo'ladi. Bu degani 3.28. Xo'p, D'sida esa 4.8 ni bo'lishimiz kerak, demak 600 ga. Birinchi avval 6 ga bo'lib olamiz. 6 ga bo'lsak 48 ichida demak 8 ta bor. O'shaning uchun 0.2 ta virgul surib olsak 1008 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 252. 252 ni bo'lish kerak 4000 ga. Demak, 252 ni avval 4 ga bo'lsak bizda 60 hosil bo'ladi va 3 ta virgul surib olishimiz kerak. Bu degani 0.1063 va h ga to'xtalsak, h'imiz 8256 ni bo'lishimiz kerak 6000 ga. Birinchi 6 ga bo'lib olsak bizda 1376 bo'ladi va 3 ta 0 surganimiz uchun 1.1376. Xo'p, mana bu yerda yes qolibdi. Xo'p, yes esa 75.5 ni bo'lamiz, demak 500 ga. Birinchi 755 ni 5 ga bo'lsak 151 bo'ladi. 0 bu degani 151. Xo'p, endi xuddi shuni
Baş daftar qismi 4-topshirig'idan boshlasak. 0,3 ni demak bo'lyapmiz. Birinchi avval 3 ga bo'lib olamiz. Mana birinchi 3 ni bo'lamiz 3 ga. Bizda 1 hosil bo'ladi va ikkita virgul surib qo'yish kerak. Ikkita virgul sursak bizda javobimiz o'shanda chiqadi. Javob 0,01 degan javob chiqadi. Demak, mana shu oxirgi yechim. Demak, mana bu yerga yozamiz 0,01. 0,74 bo'lsa, bo'lsak 20 ga 0,037 bo'ladi. 1,2 turibdi. Demak, 1,2 ni bo'lsak 40 ga. Bizda 12 ni 4 ga bo'lsak 3 bo'ladi. Shuning uchun 0,03 olamiz. Xo'p, keyingisi 6,54. Shuni bo'lamiz 60 ga. 654 6 ga bo'lsak, demak 109 bo'lsa, 0,109 bo'ladi. Xo'p, keyingisi 10,32. Shuni bo'lsak 8 songa. Birinchi 1032 ni avval 8 ga bo'lishimiz kerak. Bo'lsangiz 129 chiqadi. Bu degan 0,129. Keyingisi 11,7 ni bo'lsak 90 ga. Bu degan 0,123. Xo'p, keyingisi demak avval 39 ni bo'lamiz 3 ga teng bo'ladi 13. Ikkita virgul sursak javobi 0,13 bo'ladi. Xuddi o'shani yozamiz mana 0,13. 276 ni bo'lsak 4 ga. Ikkitadan virgul sursak 0,69. Xo'p, buniki 0,001 bo'ladi. 575 bo'lyapti. 575 ni bo'lish kerak 500 ga. 115 chiqadi. Bu degan 0,115. 1 butun ekan. Xo'p, yesida 824 kelyapti. 824 bo'lamiz 800 ga, demak 1,03 chiqadi. 1,03. Xo'p, endi 36 ni bo'lsak 900 ga bizda chiqadi 0,04. 100 dan 4. Xo'p, qolgan hammasi mana shunaqa holatda, ya'ni virgul surishni bilsangiz bo'ldi. Xo'p, buniki 0,002. Xo'p, buniki 0,004.
Xo'p, sesi 832 ni bo'lsak, demak 4000 ga 0,208. Keyingisi 1078 ni bo'lsak 7000 ga 0,154. Xo'p, yes esa 4566 bo'lyapti. 4566 ni birinchi bo'lsak 6 ga. Demak, 761 bo'lsa 0,1000 dan 761. Chiqqan javobi 1000 ga bo'lib qo'yapmiz xolos, ha? Demak, 0,023. Xo'p, masalaga e'tibor qarataylik. Masalada aytilyapti, 200 ta bir xil g'ishtning massasi shunga teng bo'lsa, bitta g'ishtning massasini toping deyapti. Demak, mana bu 200 ni xo'p bo'lishimiz kerak 570 ga. Teng mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni jami 200 bo'lsa, shuni bo'lsak 570 ga. 570 200 ga bo'lish kerak edi. 570 ni xo'p bo'lsak 200 ga. 570 ni bo'lsak 200 ga bizda 2,85 chiqadi. 2,85. Bitta g'isht og'irligi. Demak, bitta g'isht og'irligi shuncha chiqargan, ha? O'rtaroqqa yozdik. Xo'p, buniki 39,6 metrli tasma teng 30 ta bo'lakka bo'lindi. U degani 39,6 ni bizda xo'p bo'lish kerak 30 ga. 39,6 ni bo'lgan bo'lsa 1,32 metr. Bir bo'lak uzunligi. Xo'p, 6-inchisi. Aytyapti, 50 kishi konsertga chipta sotib olibdi. Chiptalarning narxi bir xil. Agar 50 ta chiptadan yig'ilgan pul miqdori shunga teng bo'lsa, bitta chiptaning narxini toping. Bu degani 2,250,000 ni bo'lamiz 50 ga. Chunki jami chipta narxi 50 ga teng, ha? Bu degani har bittasining narxi 45,000 dan to'g'ri keladi. 45,000 so'm. Chipta narxi. Xo'p, o'lchov birliklariga o'tmaymiz. Demak, 20-betgacha yechim qildik, ha? Buni videosini hozir YouTube kanaliga joylab qo'yamiz.